Assalomu alaykum qadri baland, qadrdonlar, aziz tinglovchilar, muborak Ramazon oyida qalbdan qalbga nur ulashamiz. Bizning tabrik loyihamiz aytilmay qolgan tuyg'ularni yetkazadigan samimiy ko'prik. Ro'zangiz maqbul, duolaringiz mustajab, xonadoningiz barakali bo'lsin. Bugun siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz. Siz ham bir insonning yuzida tabassum uyg'otishga tayyormisiz? Siz istang, biz hislaringizni eng go'zal ohangda yetkazamiz. Chunki quvonch ulashish eng chiroyli ehsondir. Alaykum, yaxshimisiz G'ayrat aka? Siz bo'lasizmi? G'ayrat aka bilan bog'landikmi? Ayni damda siz bilan tabrik loyihasidan boshlovchi baxt aloqada. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Siz kim bo'lasiz? Men tabrik loyihasidan boshlovchi baxt bo'laman. Sizni hayotingizning yana bir ulug' va sharafli, mazmunli 40 yoshni qarshi olyapsiz. Shu muborak onlarda sizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz, shukrona kuningiz bilan samimiy tabriklaymiz. Rahmat, qayerdan bilasiz? Sizga bizni tabrik loyihamizga yo'llangan. Kim yo'lladi? Taxminlaringiz bormi? Siz yaqinlaringiz atrofida? Bilmadim. Unda sizni ko'p ham qiynamasdan aytaman. Sizni juda yaxshi ko'radigan do'stlaringiz Sardor aka boshchiligida Ruslon aka, Muzaffar aka, Zokir aka, Muxtor akalar nomidan yo'llangan edi. Xonadoningizdan fayzi baraka arimasin, yaqinlaringiz mehri sizga kuch va ilhom bag'ishlab tursin, yaxshi niyatlaringiz ijobat bo'lsin, oldingizga qo'ygan har bir maqsadlaringiz yorug' yo'llar bilan ochilsin. Akajonim, qimmatli vaqtingizni birozgina qismini olib, sizning do'stlaringizning Sardor akaning sizga yo'llagan alohida tabriknomalari bor edi. Ijozat etsangiz, sizga topshirsam o'z egasiga. Tug'ilgan kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman do'stim. 40 yosh hayotning eng pishiq, eng mazmunli davrlaridan biri. Tilayman umring barakali, sog'liging mustahkam bo'lsin. Qilgan har bir mehnating rohatini ko'rib yasha. Do'st sifatida aytaman, sen har doim ishonchli, so'zda turadigan va yoningdagilarga suyanch bo'la oladigan insonsan. Hayoting quvonch, oilang esa fayz barakaga to'lib tursin. Bu samimiy tilaklar do'sting Sardordan. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin deb qoladilar. Hurmatli G'ayrat aka, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham do'stlaringizga qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak.